سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu va taologa behisob hamd sanolarimiz, sarvar koinot janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz, durudlarimiz bo'lsin. Sayyidul ayyom hajr musokin bo'lgan ushbu muborak juma kunini fazilatidan Allah subhanahu va taolo o'zi barchalarimizni bahramand aylasin. Muhtaram azizlar, bugungi juma suhbatimizda hisob tarozisida savobi og'ir keladigan amallar xususida suhbat yuritar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni o'zi hammamizga manfaatli aylasin va ushbu suhbatlarimizga amal qilib yashamoqligimizni o'zi nasib va ro'za aylasin. Alloh subhanahu va taolo bandalarini dunyo hayotida imtihon qiladi. Banda bu imtihonning natijasini qiyomatda adolatli hisob kitobdan so'ng ko'radi. Kim dunyo hayotida ezgu savob ishlarini ko'p qilsa, oxiratda albatta najot topadi. Kim gunoh ishlarini ko'p qilsa, oxiratda yuzi qora bo'ladi. Albatta musulmon kishi qiyomatda amal tarozisida og'ir keladigan amallarini bilishi va o'sha amallarni ko'paytirish payida bo'lmoqligi lozim bo'ladi. Shu bilan birga gunoh ishlardan darhol tiyishlik lozim bo'ladi. Qur'oni Karimda amallarning o'lchanishi haqida Alloh subhanahu va taolo A'rof surasini 8-9 oyat karimasida marhamat qilib aytadiki, ya'ni o'sha kuni vazn amallarning tarozida tortilishi haqiqatdir. Kimning tarozisi og'ir kelsa, aynan o'shalar najot topuvchilardir. Kimning tarozisi yengil kelsa, ana o'shalar oyatlarimizga zulm, inkor qilganlari sababli o'zlariga ziyon qilganlardir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Tarozida amallar bitilgan sahifalar yoki amallarning o'ziga surat va shakli berilib, so'ngra tortiladi. Odamlarga dunyoda qilgan ishlari farishtalar tomonidan bitib qo'yilgan nomoya amallari beriladi. Ya'ni qiyomatda har birimizni demak nomoya amalimiz beriladi, ko'rsatiladi. Solih bandalarga o'ng va oldi tomondan beriladi nomoya amallar. Gunohkor bandalarga chap va orqa tomondan beriladi. Quyidagi oyatlarda yuqoridagi ma'nolar zikr qilingan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. Ya'ni bas endi o'sha kuni kimning tarozida tortilgan narsalari, savobli amallari og'ir kelsa, ana o'sha qoniqarli maishatda, jannatda, rohatda bo'lur. Ammo kimning tarozida tortilgan narsalari, savobli amallari yengil kelsa, uning joyi do'zaxdagi jarlikdir deb Qoriya surasini 6-9 oyat kalimasida Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Alloh asrasin, ya'ni do'zaxdagi jarlikdan Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni nomoya amalimizni o'ng tomonimizdan, oldimizdan berishligini duolarda so'rab, shunga yarasha amal qilib, shunga yarasha hayot kechirmoqligini o'zimizga odat qilmoqligimiz lozim bo'ladi. Quyida tarozisida eng og'ir keladigan amallarning ba'zisini keltiramiz. Shu qiyomat kuni amallarimiz tarozida tortiladigan kuni tarozida eng og'ir keladigan amallardan biri farz ibodatlardir. Tarozida eng og'ir keladigan amallar farz amallaridir. Chunki farz amallarga eng ko'p savob beriladi va bunday amallar boshqa amallardan ustun turadi. Undan keyin tartib bilan vojib, sunnat, mustahab amallar savobi ko'p amallardandir. Gunoh amallarning esa eng yomoni shuki,
farz va vojiblarni tark qilish va man qilingan amallar undan keyin makruh amallardir. Bu ma'nolarni bizga quyidagi hadis sharif bayon qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar: Alloh taolo bandam farzlarimga amal qilganchalik boshqa biror narsada menga yaqin bo'la olmaydi. Bandam menga nafllar bilan yaqin bo'lishda bardavom bo'ladi. Hatto men uni yaxshi ko'rib qolaman. Agar yaxshi ko'rib qolsam, eshitadigan qulog'i, ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li, yuradigan oyog'i bo'laman. Agar mendan so'rasa, so'ragan narsasini beraman. Agar mendan panoh so'rasa, panohimga olaman dedi. Deb janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rivoyat qildilar. Ushbu hadis sharifni Imom Buxoriy hazratlari rivoyat qilganlar. Hadis sharifdagi agar yaxshi ko'rib qolsam, eshitadigan qulog'i, ko'radigan ko'zi, ushlaydigan qo'li, yuradigan oyog'i bo'laman degan jumlani ma'nosi, Alloh taolo bandani yaxshi ko'rsa, banda faqat Alloh taolo yaxshi ko'rgan ishlarni qiladigan bo'lib qoladi. Xudo taolo yaxshi ko'rgan bandasini shunaqa qilib qo'yadi. Faqat Xudo taolo yaxshi ko'radigan amallarni qiladigan bo'lib qoladi o'sha banda. Haqni ko'radigan va haqni eshitadigan, halol narsalarni oladigan, savob va ezgu ishlar tomon yuradigan bo'lib qoladi degani. Ya'ni Xudodan qo'rqadigan, Xudoni yaxshi ko'radigan ishlarni qiladigan bo'lib qoladi. Hadis sharifdagi bandam farzlarimga amal qilganchalik boshqa biror narsada menga yaqin bo'la olmaydi degan jumla farzlar eng savobli amallar ekanligini bildiradi. Farzlar islomning arkonlaridir. Iymon, namoz, ro'za, zakot, haj, ota-onaga itoat qilish, halol kasb-kor qilish, silai rahmni bog'lash, qo'shnilarga yaxshilik qilish, foydali ilm o'rganish, yaxshilikka yurish, yomonlikdan qaytarish va boshqa shu kabi Xudo taolo buyurgan ishlardir. Bandam menga nafllar bilan yaqin bo'lishda bardavom bo'ladi, hatto men uni yaxshi ko'rib qolaman degan jumlada esa farzlarini bajarish bilan birgalikda undan pastroq darajadagi nafllar, sunnat va mustahab amallarni ham davomli bajarish, bandaga savob keltirish, hatto Alloh taologa sevimli bo'lishligi bayon qilingan. Ya'ni Xudo taolo buyurgan shu farz amallardan tashqari sunnatda banda inson bardavom bo'lsa, nafl ibodatlarni qilishlikda, mustahab amallarni qilishlikda bardavom bo'lsa, demak Alloh subhanahu va taologa yanada suyukli banda bo'lishligiga dalolat qiladi. Bunday ishlarda albatta chiroyli, xulqli bo'lish, payg'ambarimiz alayhisolamning turli sohalardagi sunnatlariga amal qilib yurish, nafl ibodatlar, Qur'on tilovati, zikr tasbihlarga va shu kabi amallar kiradi. Bu amallarni albatta ko'paytirishligimiz o'zimizni foydamiz bo'ladi. Go'zal xulq, ya'ni qiyomatda chiroyli xulq savob tarozisida og'ir keladi. Ya'ni xulqimizni chiroyli bo'lishligi, siniq, yumshoq, halim bo'lishligimiz, demak qiyomatdagi tarozimiz og'ir kelishligiga, siz bilan biz yutuvchilar qatorida bo'lishligimizga sabab bo'lar ekan. Ya'ni xulqni go'zal qilishligimiz lozim bo'lar ekan. Chunki bunga Xudo taolo buyuryapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam ham go'zal xulq sohibi edilar va siz bilan bizni go'zal xulqli bo'lishlikka buyurganlar. Chunki kim xulqi go'zal bo'lsa, kim tavozeli bo'lsa, kim siniq bo'lsa, demak uni bu dunyodagi kamoli ham, oxirati ham obod bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Kim siniq bo'lsa, hokisor bo'lsa, albatta uni hamma yaxshi ko'radi. Hokisor bo'lgan, o'zini siniq tutgan inson albatta o'sishligiga sabab bo'ladi. Hazrat Mashrab, Boborahm Mashrab valiyullohlardan, Xudo taoloni valilaridan, do'stlaridan bu kishi bir yosh naholiga suyanib turganlarida bir kishi aytgan ekanki, ey qalandar devona, suyanma uni holiga, egri bo'lib o'sib qoladi, egilib qoladi deganda, u kishini qarangki, bir ilohiy, bir ajoyib bir gap aytgan ekanlar. Mayli degan ekanlar, egilsa katta bo'ladi, egilsa o'sadi. Chunki siniq bo'lgan odam, tavozeli bo'lgan odam, xulqi go'zal odobli odam albatta o'sadi-da.
Chunki bu yerga g'o'dayib tursa, birov keladi, bolta bilan bir uradi, olib ketadi degan ekan. Bu egilib tursa, bu o'sishligiga, katta bo'lishiga sabab bo'ladi degan ekanlar. Bunda juda ham katta hikmat bor. Abdulqodir Jiloniy hazratlari Xudo taologa yaqin bo'lishlik uchun, u kishining rizosini topishlik uchun juda ko'p yo'l izladim. Namozlardan izladim. Albatta, unda ibodat qiluvchilar ko'p. Ro'zadan istadim, ro'za tutuvchilar ham ko'p. Zakotlardan istadim, zakot beruvchi boylar ko'p. Sadaqalardan istadim, sadaqa qiluvchi, ihson qiluvchilar ko'p. Lekin qarasam, hokisor bo'ladigan, o'zini siniq tutadiganlar kam. Shu yo'lni o'zimga lozim tutdim degan ekan. Demak, siniq bo'lishlikda, hokisor bo'lishlikda juda ham fazilat ko'p ekanligiga bu dalolat qiladi. Ya'ni xulqimizni chiroyli bo'lishligi. Agar musulmon kishi xulqini chiroyli qilsa, bu uning uchun yuqorida aytganimizdek juda katta bir yutuq bo'ladi. Qiyomat kuni har bir kishi xavotirda va xavfda bo'ladi. Bor amallardan ortiqcha yana bittagina bo'lsa ham savob amali bo'lishligini banda orzu qiladi. Tarozisi og'ir keladimi yoki yengil keladimi, intizorlik bilan kutib turadi. O'shanda chiroyli xulqlar odamning joniga oro kiradi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, tarozida chiroyli xulqdan og'ir keladigan amal yo'q. Imom Termiziy rivoyatlari. Qarang, birgina xulqimizni go'zal bo'lishligi, chiroyli bo'lishligi qiyomat kunida siz bilan bizga qanchalik manfaat, qanchalik fazilat, qanchalik yutuq olib kelishligini bir tasavvur qilib ko'rishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom musulmonlarning bir-biridan ustunligi chiroyli xulqda ekanligini aytadilar. Qarang, Payg'ambarimiz alayhisalom musulmonlarning ustunligi bir-biridan go'zalligida yoki bir-biridan boyligida emas. Nima deyaptilar? Xulqlari chiroyliligi bilan bir-biridan farq qiladi deganlar. Ularning eng chiroylisi xulqqa ega bo'lgani, eng iymoni komilidir. Bu haqda hadis sharifda aytiladi. Mo'minlarning eng iymoni komili, eng chiroyli xulqlisidir. Sizlarning eng yaxshilaringiz ayollariga yaxshi muomalada bo'lganlaridir. Imom Termiziy va Imom Ahmad rivoyati. Alloh subhanahu va taolo chiroyli xulqli kishilarni yaxshi ko'rishligini e'lon qilib qo'ygan. Jumladan Oli Imron surasining 134-oyat karimasida Xudo taolo marhamat qilib aytadiki, Alloh ihson, ezgu amal qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Yana boshqa bir oyat karimada Alloh sabrlilarni yaxshi ko'radi. Yana boshqa bir oyat karimada Xudo taolo aytadi, albatta Alloh adolat qiluvchilarni yaxshi ko'radi. Kim o'zgalarga yaxshilik qilishi, yaqinlaridan boshlashligi kerak. Yaxshilik moddiy va ma'naviy ko'rinishda bo'lishligi mumkin. Yomonlikdan tiyilish esa odamlarga tili va qo'li bilan ozor bermaslikdir. Tabassumli va ochiq yuzli bo'lish, badqovoqlikdan saqlanish ham chiroyli xulqlardan hisoblanadi. Ya'ni chiroyli xulqli bo'lishlik uchun doim yon birodar yaqinlarimiz bilan kim bilan bo'lsa ham bir muomalada bo'lganimizda chiroyli muomalada bo'lib tabassum bilan muomala qilishligimiz ham, tabassum bilan salom berib, tabassum bilan alik olishligimiz ham bu go'zal xulqlarimizdan biri bo'lar ekan. Ulamolar chiroyli xulqlarni jamlab shunday deyishgan: chiroyli xulq kishining hayoli beozor, rostgo'y, kamgap, amali ko'p, xatosi kam, ota-onaga yaxshilik qiluvchi, siylai rahmni bog'lovchi, sokin, bosiq, sabrli, shukrli, halim, pok, tabiatli, mehribon bo'lishligi, la'natlovchi, so'kong'ich, chaqimchi, g'iybatchi, shoshma shashar, gina, qudratli, baxil, hasadgo'y bo'lmasligidir. U ochiq yuzli bo'lib, Alloh taolo yo'lida yaxshi ko'radi va shu yo'lda yomon ko'radi. Chiroyli xulqlar bandani Alloh taologa sevimli qiladi. Qachon Alloh taolo bandasini sevsa, unga tavfiq beradi, to'g'ri yo'lga soladi va yordam beradi. Har bir mu'min jannatga mushtoqdir va jannatning oliy darajalarini umid qiladi. Dar haqiqat jannat darajalari ko'p. Kim jannatning eng yaxshi joyini, qasri bo'lishligini xohlasa, xulqini chiroyli qilsin. Ya'ni kim jannatdagi meni qasrim eng chiroyli qasr bo'lsin deydigan bo'lsa, xulqini go'zal qilsin, xulqini chiroyli qilsin deyaptilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu haqda marhamat qiladilar. Garchi haq bo'lsa ham tortishmagan
kishiga jannatning chetidan uy berilishiga kafilman. Garchi hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirmagan kimsaga jannatning o'rtasidan uy berilishiga kafilman. Xulqi chiroyli bo'lgan kishiga esa jannatning eng oliy joyidan uy berilishiga kafildirman dedilar. Qarang, e'tibor qilaylik. Agarchi bir kishi bilan tortishib, bu bir janjalga aylanadigan bo'lsa, garchi bir haq bo'lsa ham, demak, ham mayli. Xudo senga hidoyat bersin deb, demak, haq bo'lsa-da bir tortishmay, shu janjal chiqazmay ketishligimiz bilan jannatning chetidan demak bir uylik bo'lishligiga sabab bo'lar ekan. Garchi hazillashib bo'lsa ham, yolg'onni umuman yolg'on so'zlardan yiroqda bo'lishligimiz. Hozir ba'zi juda ko'payib ketgan, qarz oladi, beradi yo boshqa qiladi, va'da qiladi, va'dasidan ustidan chiqmaydi yoki yolg'on gapiradi, boshqa hazillashib bo'lsa ham deyaptilar. Qarang, yolg'onni aslida hazilga ham aralashtirmasligimiz kerak. Hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirmagan odamga jannatni o'rtasidan uy berilishligi aytilyapti. Abdulqodir Jiloniy hazratlari valiylarning sardori bu kishi. Bu kishi yoshliklarida otalaridan yetim qoladilar. Tarixga bir nazar tashlaydigan bo'lsa, ko'p holatlarda shu yoshligida yetim bo'lib qolganlardan ko'p katta buyuk shaxslar, katta olimlar, ulamolar chiqishligi ko'p bo'lgan. Nimagaki yoshligidan qiyinchilik ko'radi, hayotni tashvishi ularning yelkasiga erta tushadi, past balandlari ko'radi, ko'p yo'llarga, ko'p narsalarga demak duchor bo'ladi. Bu kishi ham yoshliklarida otalaridan yetim qolar ekanlar. Jilon degan shaharda o'sib o'sganlari uchun u kishini Jiloniy deyshadi. U kishi shu ilm olishlik uchun, ilmlarini yanada oshirishlik uchun yoshliklarida bir Bag'dodga yo'lga chiqar ekanlar, Bag'dodga qarab. Shunda onalari o'qishing uchun bir kerak bo'ladi deb, shunda 18 yosh bo'lar ekanlar bu kishi. Endi o'smirim bola 18 yosh. Choponlarining ichiga 40 dinor tilla tikib qo'yar ekan. O'qishing uchun ishlatasan. Bu kishi shu yo'lda ketayotganlarda, bu kishi ketayotgan karvonga qaroqchilar hujum qiladi. Hamma yo'q bor butni talab bo'lgandan keyin bu kishini olib keladi qaroqchilar boshiga. Oldiga. Senda nimang bor desa, 40 dinor tilla tangam bor deydi. Ular bu bizni aldayapti, bo'lsa aytarmidi, bekitadi, qaytaga deb masalani kulishadi. Keyin bir qarab ko'ringlarchi deb qarasa, haqiqatan 40 dinor tilla puli bo'ladi. Ko'li boya qaroqchilar boshqa aytadiga ahmoq bola. Shuni sen aytmaganingda biz topa olmasdik. Nimaga aytding deydi. Shunda onasi bu kishiga nasihat qilgan bo'ladiki, o'qishlik uchun yo'lga safarga chiqgan paytda o'g'lim, bu pulni ishladingda hech qachon yolg'on gapirmang deydi onalar. Yolg'on gapirmang hech qachon. Nimaki bo'lsa ham faqat rost gapiring deb onalari nasihat qilgan bo'ladi. Bu kishi xo'p bo'ladi deb onalariga va'da bergan bo'ladi. Nimaga biz topa olmasdik-ku? Nima uchun aytding shuncha pulim bor deb? Ahmoq bola ekansan-ku desa, yo'q. Men hech qachon yolg'on gapirmayman deb onam bilan Xudo taologa va'da berganman. Shuning uchun arzimagan bir dunyo matosi deb yolg'on gapirishlikni xohlamadim, yolg'on gapni tark qildim deydi. Shunda bir shu kechgina bir o'spirim bolachalik bo'lmadingmi? Qaroqchilar boshlig'i aytadi. Necha martadan biz bu qaroqchilikka bu yo'lni tashlaymiz deb odamlarga, xalqqa, yaqinlarimizga va'da berganmiz. Lekin bu va'damiz ustidan chiqmay ularga yolg'on gapirganmiz. Yana shu ishda davom etyapmiz. Shu bir yosh bolachalik bo'lmadingmi deb o'sha joyda qaroqchilarning boshlig'i demak tavba tazarru qiladi. Pullarni qaytarib beradi. Abdulqodir Jiloniy hazratlari bu pullarini o'sha birga ketgan karvondagilar hammasiga ehson qilib ulashib yuboradi. Bag'dodga borib bu kishi eng bir uylarni bir cheka devorlarni tagida hatto yegani ovqat ham topolmasdan shu suvlarni bo'yida o'tirar ekanlar. Hech bo'lmasa shu suvlarda oqib keladigan narsalar ichida bir yeydigan narsa chiqib qolsa shuni yeb bir ilm olaman. Bu kishi asli kimdilar? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallamni 11-avlodlar edi. Shu narsaga mosmidi bu kishi qarang aslida. Bu kishi nasablari Hazrat Ali radhiyallohu ta'ala anhuga borib taqalib bu kishi orqali payg'ambar alayhisolamga bog'lanadi. Payg'ambar alayhissalom bu kishini 11-otalari hisoblanadi. Ya'ni demoqchimizki, bu gaplarni albatta o'spirim bola farzandlarimizga har biriga o'rgatishimiz kerak. Yolg'onni
illati, zarari, har birini nimaga ish bo'lsa ham albatta rostgo'ylikka undashligimiz kerak. Shunda bir-birimizni aldashlik, uni aldab ketishlik narsalar, bu illatlar kamayishligi, bir oldini olishligiga sabab bo'ladi. Hop, uchinchisi aytayaptilar, xulqi chiroyli bo'lgan kishiga esa jannatning eng oliy joyidan uy berishligi kafildirman deyaptilar. Albatta, xulqimizni chiroyli, go'zal qilishligimiz, xushxulqli bo'lishligimiz maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Albatta, har bir ishda bir ustoz yoki namuna kerak bo'ladi. Chiroyli xulqlarda esa bizga komil o'rnak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdir. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambarlarida go'zal namuna bordir. Ahzob surasi 21-oyat. Demak, zikru, tasbih va salovatlar ham qiyomat kuni tarozimiz og'ir kelishligiga bir vosita bo'lar ekan. Dar haqiqat Qur'on tilovati, zikru tasbihlar, istig'for, salovatlar ham amal tarozisini savobga to'ldiradi. Abu Malik Ash'ari radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Alhamdulillah mezon tarozisini to'ldiradi. Subhanalloh va alhamdulillah yer va osmon o'rtasini to'ldiradi dedilar. Alhamdulillah berilgan ne'matlar shukronasi sifatida Alloh taologa go'zal tarzda maqtov aytishdir. Subhanalloh so'zining ma'nosi Alloh taoloni ulug'lash va ayb va nuqsonlardan poklashdir. Bu ikki kalimani ajr savobini jism deb faraz qilinsa, yer va osmon orasini to'ldiradi. Chunki zikrda Alloh taoloni poklash va olamlar Robbisiga maqtov aytish bor. Xulosa qilib aytganimizda, mo'min banda qiyomat kuni tarozi og'ir kelishi uchun Alloh taolo bilan o'rtasini isloh qilishi bilan birga odamlar bilan ham chiroyli muomala qilishligi lozim bo'ladi. Odam umrini qadriga yetib, o'zgalarga foyda keltirishligi, tili bilan ham, qo'li bilan ham ozor bermasligi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qiladilar. Insonlarning eng yaxshilari boshqa mo'min birodar do'stlariga manfaat, ya'ni foyda keltirganlari, yaxshilik qilganlari insonlarning eng yaxshilari deb Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Albatta, shu yuqorida aytib o'tilgan oyat va hadislarga va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilib yashamoqligimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi barchalarimizga nasib va ro'za aylasin.